Hani bismillah deb yana bir ishimizni xudo xolasa yakunlab olganmiz. Kimda kim shunday xizmatlar bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Vodiy bo'ylab xizmatimiz xudo xolasa mana shunday tunikafon xizmatlari bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana shu joylarimizga polностью 21 million so'm evaziga yakunlab berganmiz. Chakis tarnuvlar qo'yib berdik, turbalar qo'yib berdik bu joylarimizga suv tushadigan turbalarni. Tunikafonni 130 ming so'mdan barcha mahsulotni ichida qilib berganmiz. Xo'p, buning ichiga nimalar kiradi? Tunikafon, reka, usta haqqi, lesa, samares, kile, barcha mahsulot shuning ichiga kiradi. Xudo xolasa. Xo'p, oqqa mokrik qilib ishlab berdik bu joylarimizni nihoyatda go'zal qilib, ayvon tomonlarini ham chiroyli qilib, mana shu joyga padmas qilib, xudo xolasa fasonlar qilib berdik. Mana shu ustullarni ham ko'rib turibsizlar, nihoyatda chiroyli qilib, go'zal qilib berdik, xudo xolasa. Xo'p, oqqa mokrik qilib ishladik, darvozaxona va ichkari ayvon tomonlarini ham nihoyatda go'zal chiqdi. Sizlar ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa chaklar ham nihoyatda zo'r qilib birga bir tushadigan qilib, kanizlarni nihoyatda qilib shestiklardan qo'yib berdik. Aynan romga qo'yib beryapmiz bu joylarimizga, xudo xolasa. Xo'p, bu joyimizga общий 170 kvadrat vis ketyapti. 130 ming so'mdan qilib berganmiz. Xo'p, pannolarni 70 ming so'mdan pagona metri oqqa mokrik qilib, mana shunday lola gullari bilan birgalikda stullarni ham go'zal qilib, aka tomonlarigacha chiroq qilib o'rab berganmiz. Xudo xolasa bir donadan yurakchani urib qo'yasizlar degan umiddamiz. Albatta keyingi xonadon sizlarniki bo'lishi mumkin. Rahmat, sog' bo'lasizlar.